Keyingi usta siz bo'lishingiz mumkin. Bugun ustolarimiz oldiga polvon instrumentlarini realni test qilish uchun keldik. Qormay aka. Qorma ukam. Mahsulotimizni ham ishlatib test qilib bering. Bo'ldi, obke. Usta aka, mahsulotimizni ishlatib ko'rdingiz, nima deysiz? Mahsulotingiz menga yoqdi. Uchlovini ham ishlatdim. Undan 10. Aka, bu kompaniya nomidan sizga sovg'a. Rahmat. Usta akalar, keyingisi sizlar bo'lishlari mumkin. Qaysi mahsulot qiziq bo'lyapti? Kommentariyaga mahsulot nomi va qayerdaligingizni yozing. Biz yetib boramiz. Gazini bosinglar.